Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarni target orqali $1000 plus daromadga chiqishni amaliy usullari darsida ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bu darsga sizni e'tiboringiz sizni aynan onlayn daromad qilishga, targetingga, digital marketingga qiziqishingizni yaqqol ko'rsatib turadi va siz ham mana shu yo'lda o'zingizni karyerangizni qurmoqchisiz, daromadingizni $1000 dan ko'proqqa oshirishga harakat qilyapsiz. Bugun aynan mana shu mavzu bo'yicha sizlar bilan real usullarni kerak bo'lsa o'sha reklamalar yoqib ko'ramiz va ayni mana shu muammolar bo'yicha, ya'ni savollar bo'yicha sizga chuqur bilim berishga ayni mana shu dars orqali yordam beraman. Demak, darsni boshladik. Ishoning, bu dars ancha qiziq bo'ladi siz uchun. Boshladik. Endi bizni asosiy mavzularimizni yana bir nechta o'sha 7 ta qismlarga bo'lib chiqqanmiz. Bularni tanishtiraman. Birinchisi bu targetingga kirish va targetologning asosiy vazifasi nimalardan iborat. Ikkinchi mavzu qancha vaqtda targetingni o'rgansa bo'ladi va qanday boshlash kerak. Targetolog bo'lish uchun qanday talablar bor va siz ham targetolog bo'la olasiz. To'rtinchi mavzu target qanday yoqiladi? Noldan amaliy ko'rib chiqamiz, ya'ni ko'pchilik so'ragan darslarda qanaqa qilib o'zi yoqish kerak degan savolga mana shu 4-punktda javob berib ketaman. Beshinchisi qanday qilib targetolog bo'lib pul ishlash mumkin va $1000 ga chiqishni to'g'ri yo'lini shaxsan o'zim sinab ko'rgan usulni ko'rsataman. Targetolog ofisda ishlamaydi, umumiy ish tartibini ko'rib chiqamiz va oxirida targetingning top 5 afzalliklari, targeting sizga nima beradi degan savollarga javob beraman. Fokusingizni ayni mana shu darsga qarating, siz uchun foydali va qiziqarli bo'ladi. Endi asosiy mavzuga o'tishdan oldin o'zim haqimda qisqacha tanishtiraman. Hozir fikringizni bo'lmasligi uchun orada mana bu yerda dumaloq misol uchun videoni yoki o'zimni ko'rsatmadim. Fokus bo'linmasligi maqsadida, fokus bo'linsa darsni yaxshi o'zlashtira olmasligimiz mumkin. Va mana shu rasmda ko'rib turgan inson o'zim bo'laman va mana bu yerga yozib qo'yganman. Krutoy targetolog, chunki u kafelarda ham ishlayveradi. Nimaga bunaqa deganman? E'tibor bergan bo'lsak, ko'p marketologlar, zamonaviy soha egalari ko'pchiligi kafelarda yoki coworkinglarda maza qilib ishlab o'tirgan bo'ladi. Nimaga? Chunki targeting, to есть bu sohalar o'zi shu narsani talab qiladi. Siz qanaqadir ofisga borib o'tirish shart emas. Deylik, ertalabda 9 dan 8 gacha yoki 9 dan 6 gacha ishlab o'tirishingiz shart emas. Sizga bitta notebook kerak bo'ladi, internet kerak bo'ladi, bo'ldi. Siz xohlagan joyingizda, xohlasangiz Dubaydan ishlang, xohlasangiz Samarqanddan ishlang, xohlasangiz Toshkentdan ishlang, farqi yo'q, ishingizni qilib bersangiz bo'ldi. Qisqacha o'zim tanishtiraman. Ismim Shavqatdin. Soha bo'yicha 4 yillik amaliy tajribaga egaman. Real loyihalar 40 dan ortiq real loyihalar bilan ishlaganman va hozir ham ishlab kelaman loyihalar bilan va shu soha bo'yicha 200 ga yaqin o'quvchilarni, targetologlarni o'qitganman. Natijalarimiz ancha yaxshi. Bular bilan ham dars oxirida sizlarni tanishtiraman. Endi ayni target xizmatimni hozirda minimum $500 dan boshlab sotaman. Bu minimum. Eng bo'lmadi deganda $500 dan boshlab sotaman. Bo'lmasam u $1000 bo'ladi. Mana bu yerda $1000 olganman. O'sha shartnoma bo'yicha 1 oylik bu xizmat haqqi bitta proyektdan. Mana bu yerda $600, bu yoqda $500, bu yoqda yana $1000. Xuddi shunaqa deylik real proyektlarda mana shu summalar atrofida ayni faqat target xizmatimiz orqali xizmatimizni sotib, xizmat qilib kelamiz. Pastdagi rasmlarda olingan to'lovlar isbotini ko'rishingiz mumkin. Bularning hammasini Instagramda, Telegram kanalimda hammasida o'sha momentalniy bo'ladi-yu, masalan, xizmat haqqini olaman, sirazi isbot sifatida studentlarga, o'sha obunachilarga motiv bo'lsin degan maqsadda ulashib boraman. Ya'ni sohada xizmatimni qimmatroq sotish bo'yicha xudoga shukr yaxshi tajribam bor va nisbatan qimmat sotadigan mutaxassislar qatoriga kiraman. Endi kuchli networking qilishga erishdim. Ayni bu soha orqali mana shu sohada O'zbekistondagi kuchli targetologlar klubini tashkil qilganmiz. Amirxon bilan mana bu yerda mana targetologlarni tanigan bo'lsanglar kerak. Zabihullo bor, Abdurahmon Digital bor, Amirxon bor, Murodjon bor, Baha bor, Bahodir, ya'ni Umidjon bor, Sabir, xullas mana Akmal Rahmonovlar, xullas mana shu targetologlar bilan kuchli community qilganmiz. Undan tashqari Hayot Sharaf o'zimiz ustoz bo'ladi. Mana shu insonda o'qib yaxshi natijalar qilganman. Mana shu soha bizga kuchli, yana ham yaxshi networking qilishimizga shaxsan o'zimga yordam bergan. O'zim haqimda qisqacha tanishtirib o'tdim. Bundan oldin, bu sohaga kirishimdan oldin zavodda ishlaganman. Ertalab soat 8 dan kechki 7 gacha. Keyin tungi smena ham bo'lardi. Soat kechki deylik soat 7 dan ertalabki 8 gacha.
12-13 soatlik ish grafigi bo'yicha ishlaganman. Og'ir bo'lgan u yoqda oddiy zavodda ishlaganman, oddiy operator yordamchisi bo'lganman, qo'l mehnati ko'p aralashardi va o'sha paytda o'ylaganmanki 2 million oylikka ishlardim bir oyda. 27 kun ish. Bu hozirgi holat bilan nimadir qilish qiyin. Ya'ni hozir mana e'tibor bergan bo'lsak, real qaraydigan bo'lsak, hozirgi zamonda deylik, narxlar oshib ketyapti, jarimalar ko'tarilgan yoki bo'lmasam xullas umumiy qimmatchilik deydigan bo'lsak, bizning asosiy vazifamiz narxlarga ta'sir qila olmaymiz. Mantiqan o'ylab qaraganda, bizning asosiy vazifamiz faqat daromadimizni oshirish bo'ldi, boshqa yo'limiz yo'q. Bizda masalan qimmatchilik bo'lgan sari bizda xarajatlarimiz ko'payib boraveradi. E'tibor bergan bo'lsak, kirimdan ko'ra chiqim ko'proq. Endi biz nima qilishimiz kerak deydigan bo'lsak, fokusimizni ko'proq kirimga qaratishimiz kerak. Ya'ni bizda nima imkoniyatlarimiz borki, ya'ni nima qilsak bo'ladiki, biz daromadimizni yana ham maksimum oshirsak bo'ladi. Bizga mana shu yo'lda qo'shimcha masalan bilimlar kerak bo'ladi. Mana shu bilimlarimiz orqali biz daromadimizni hozirgidan ancha o'stirishimiz mumkin va bu bizda eng asosiy vazifa bo'lishi kerak. Demak, davom etamiz. Targetingni qancha vaqt o'rgansa bo'ladi va qanday boshlash kerak degan savolga javob beradigan bo'lsam, umumiy targetingni agar siz hozir 0 darajada bo'lsangiz, ya'ni hali target haqida bilasiz, onlayn daromad qilishga qiziqasiz va 0 holatda bo'lsangiz, targetingni 1,5 oyda maksimum o'rgansangiz, yaxshi o'rgansangiz bo'ladi. Bunda sizda fundamental bilimingiz yaxshi bo'ladi. Deylik, o'sha nazariy bilimlaringiz yaxshi mustahkamlanadi va sizga faqat endi bu yog'iga amaliy praktika qilish kerak bo'ladi. Xullas 1,5-2 oyda bemalol yaxshi o'rgansangiz bo'ladi. Boshlash uchun sizga nimalar kerak? Ya'ni targetni qanday boshlash kerak degan savolga boshlash uchun sizga faqat kompyuter kerak bo'ladi va onlayn yoki offlayn kurs kerak bo'ladi. Plus ustoz. Ustozsiz qiyin. YouTube'lardan o'rgansangiz bo'ladi. O'zbekcha deylik bor kontentlar, lekin kam. Bepul darslar bor, lekin bitta uni minusi bor. Sizga u to'liq aynan ketma-ketlik bo'yicha, tartib bo'yicha dasturi bermaydi. Ya'ni masalan pulli kurslarda aniq metodologiya bo'yicha ketiladi. Nimadan keyin qaysi modul bo'ladi, qaysi dars bir-biriga hammasi bog'liqlik bor. Lekin masalan bepul darslarda siz ayni bitta muammoga yechim olasiz. Shu bo'yicha instruksion darslar ko'p, u sizga bitta full kursni taqdim eta olmaydi. O'shaning uchun bitta sizga kurs kerak bo'ladi, pullik. Endi xohlasangiz offline, to есть besplatniy misol uchun kurslardan ham o'rgansangiz bo'ladi. Agar ustoz bo'lsa yana ham yaxshi, chunki ustoz bo'lsa sizni yo'lingizni, vaqtingizni ancha tejab qisqartirib beradi. Sizdan minimal talablar notebook va ijtimoiy tarmoqlarga qiziqish talab qilinadi. Talablarga keladigan bo'lsak, sizdan o'sha notebookingiz bo'lsa va ijtimoiy tarmoqlarga qiziqish talab qilinadi. Telefondan ishlatsam bo'ladimi degan savol bo'ladigan bo'lsa, telefondan foydalansangiz bo'ladi, lekin telefon imkoniyatlari ancha cheklangan funksional texnologik jihatlardan. O'shaning uchun nima deydi, telefondan emas, bitta kompyuter bo'lsin. Sizda masalan 16 Pro Max bo'lsa ham, lekin bu $300 o'sha Lenovo'ni funksiyasini to'liq bajarib bera olmaydi. O'shaning uchun harakat qiling, 2,5 millionga hozir notebooklar bor, yaxshi notebooklar olsangiz bo'ladi. Unaqa minimal xarakteristikali arzonroq notebook olsangiz ham notebook bo'lishi tavsiya qilinadi. Davom etamiz. Targetingni qancha vaqt o'rgansa bo'ladi va qanday boshlash kerak? Endi sohani 1,5-2 oyda o'rganib bo'lib, xizmatingiz uchun mijoz topishga o'tasiz. Ya'ni masalan, bitta dasturni tugatdingiz, bitta kursni tugatdingizda, sizni asosiy vazifangiz nima bo'lishi kerak? Siz endi o'sha xizmatingizga mijoz topishingiz kerak. Mijoz topganingizdan keyin siz unga tajriba yig'ish uchun fokus qaratib va ularga masalan xizmat ko'rsatasiz. Sizda o'sha amaliy bilimlar bor, nazariya bor, to есть nazariya bor. Siz nima qilishni bilasiz, endi sizga faqat amaliyot kerak. Amaliyot orqali siz sekin-sekin o'sha tajriba yig'ishga boshlaysiz. Tajribangiz qancha ko'paygan sari daromadingiz ham shuncha oshib boshlaydi. Xo'p, targetolog bo'lish uchun qanday talablar bor? Siz ham targetolog bo'la olasiz. Mavzusiga o'tadigan bo'lsak, asosiy talablarimiz bizda mantiqiy fikrlash va tezkor qaror qabul qilish. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarni yaxshi tushunish kiradi. Endi nimaga bu talablar qo'yilgan? Bu sizdan deylik soft skills deyiladi, ya'ni bu o'sha o'zingizning ko'nikmalaringiz. Masalan, mantiqiy agar fikrlash sizda yaxshi bo'ladigan bo'lsa, tezkor qaror qabul qilish, raqamlar bilan yaxshi ishlash, o'sha ijtimoiy tarmoqlarni yaxshi tushunish agar ko'nikmalar sizda bo'ladigan bo'lsa, bu soha sizga zo'r to'g'ri keladi. Zo'r uspешный misol uchun mutaxassis bo'lishingiz mumkin. Chunki siz mantiqiy fikrlash orqali
deylik har xil strategiyalar tuzib ishlashingiz mumkin. Umumiy ishingizni natijadorligini yaxshilash uchun tezkor qaror qabul qilish orqali o'sha muammolarga duch keladigan bo'lsangiz, baribir muammo bo'lib turadi tez-tez. O'sha muammolarni tez-tez yechish uchun sizga tezkor qaror qabul qilish ko'nikmangiz ancha yordam beradi. Raqamlar agar yaxshi tushunadigan bo'lsangiz, o'sha raqamlarni analitika qilish kerak bo'ladi. Bu ko'nikmangiz o'sha analitika qismida ancha foyda beradi. Demak, agarda sizda ham mantiqiy fikrlash, ijtimoiy tarmoqlar yaxshi tushunish va foydalana olish, muammoni tez hal qilish ko'nikmasi yaxshi rivojlangan bo'lsa, sizdan ham mahoratli targetolog chiqadi. Bunga 100% garantiya beraman. Chunki hozir aytib o'tganimdek, ko'p narsa hal qilib qo'yadi. Ya'ni bu yerda tajribadan tashqari sizda mantiqiy fikrlashingiz yaxshi bo'lishi kerak, mantiqan zo'r yondashuv qilish kerak bo'ladi. Deylik, muammoni tez hal qilishingiz mana shu ko'nikmasi talab qilinadi. Va mana shu raqamlarga bog'liq ko'nikmalaringiz agar yaxshi bo'ladigan bo'lsa, sizdan yaxshi targetolog chiqadi. Bunga ishoning, garantiya beraman. Xo'p, endi bizda qiziq mavzu target qanday yoqiladi? Nima deydi? Amaliy qismga o'tadigan bo'lsak, hammasi reklama kabinet orqali amalga oshiriladi. Hozir ko'rib turganimiz mana bu bizda reklama kabineti. Hozir bunga men o'taman, amaliy ko'rsatib beraman qanaqa reklama yoqilishini. Deylik, o'sha Instagramda yoki storieslarda yoki Facebookda ko'ramiz-ku reklamalar. Mana shu reklamalarni ayni mana shu kabinet orqali yoqiladi. Telefondan ham yoqsa bo'ladi, telefonda funksiyalar kam, lekin asosiy qismi mana shu kabinet orqali yoqadi. Apple ham, Coca-Cola ham, Uzum Market ham, Texnomart ham, yana kimlar bor? Masalan, Microsoftmi, kim agar Facebook Ads yoqadigan bo'lsa, faqat mana shu funksiya orqali yoqadi. Shopify'da millionlab dollar оборот qiladigan, misol uchun, dropshippingchilar bo'lishi mumkin yoki o'zini onlayn biznesini qurgan har qanday biznes o'zini mana shu deylik reklama kabineti orqali deylik Facebookda reklamalarni yurg'izadi. Endi bunga amaliy o'tamiz. Mana bu bizda ko'rib turganimiz reklama kabinetimiz hisoblanadi va bizda hozir bitta aktiv reklama bor. Umuman men hozir qaysi maqsadlar yoki reklama yoqishga chuqur kirishmoqchi emasman, lekin qanaqa yoqilishini, qanaqa proses, jarayon qanaqa bo'lishini sizga qiziqarli bo'lish uchun, tushunarli bo'lish uchun ko'rsatib o'taman. Mana bu bizda asosiy reklama kabinet hisoblanadi. Mana bu yerda akkauntlar bo'ladi juda ko'p. Biz mana shu akkauntlar orqali yoqamiz, mana shu kabinetimizga kiramiz, jarayon mana shu yerda boshlanadi. Endi ingliz tilida bu, lekin terminlar juda oson. Mana bu create tugmasi sizda rus tilida bo'ladigan bo'lsa, sozdat tugmasiga teng bo'ladi. Bosadigan bo'lsak, bizda nima deydi? Kompaniya maqsadi, ya'ni reklamamiz maqsadi qanaqa bo'lish kerak, reklamamiz turi qanaqa bo'lish kerak bo'ladi degan masalan mana variantlar chiqadi. Deylik, birinchisi bu awareness, ya'ni bu brendni tanitish, o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsak. Ikkinchisi trafik. Veb-sayt bo'ladimi, Telegram kanal, Telegram bot yoki Instagram profil, qayerda URL bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qayerga siz odamlarni jalb qilmoqchi, olib kirmoqchi bo'lsangiz, trafikni ko'proq. Mana shu maqsaddan foydalanasiz. Engagement degani bu ko'proq sizga SMSlar, ko'proq kommentariyalar, ko'proq deylik ulashishlar, ko'proq faollik olib kelib beradigan maqsad hisoblanadi. Leads maqsadi bu sizga ko'proq nomer, kontaktlar bor, masalan, ism familiyangizni yozasiz, keyin telefon raqamingizni yozasiz, uni tasdiqlab jo'natasiz. Bu lead kompaniya orqali yurg'iziladi. App promotion degani bu, e'tibor bergan bo'lsak, prilojenelar bo'ladi. O'shalarning reklamasini ayni app promotion orqali yoqiladi. Sales bu sotuv. Bilamiz, mana shu deylik Uzum Marketga kirib xarid qiladigan bo'lsak, o'sha Uzum Marketda masalan mahsulot bor, to'g'rimi? O'sha reklamasini ko'rib kirib sotib olsak, ular mana shu sales maqsadidan foydalangan bo'ladi. Deylik, biz hozir soddagina engagement maqsadidan foydalanamiz, ya'ni bizga ko'proq SMS yozsin, odamlar ko'proq SMS yozib bizning mahsulotimizga qiziqsin yoki deylik bizga ko'proq xabar yozib, masalan, o'sha fikr almashsin degan ma'noda reklamamizni yoqamiz. Mana bu yerdan ruchnoyni tanlaymiz. Mana bu funksiya, bu ruchnoy, o'zingiz qilasiz. Endi davom etamiz. Mana bu yerga kompaniyaning nomini dars uchun deb qo'yay. Tushunarli bo'lishi uchun bu yerga kompaniya nomi, reklamamiz nomi, umumiy kompaniya qanaqa bosqichda bo'ladi. Mana bu reklama guruh. Ayni mana shu guruhda, mana ad set name degan, ad set level, ya'ni bu guruh bosqichi. Bu guruh bosqichida bu targeting, asosiy targeting qilinadigan qismi. Xo'p, Toshkent marketingga qiziquvchilar deylik. Nomini yozib qo'yaman. Xo'p, mana yozib qo'ydim. Yoshi 18 dan deylik 30 gacha. Misol uchun, hamma.
Ayni mana shu insonlarga bizni reklamamiz ko'rsatsin degan ma'noda yozib qo'ydim. Endi bu yoqda mana pastda nastroykasini qilamiz. Bu yerda mana Facebook sahifamiz turibdi. Facebook biznes sahifamiz turibdi. Mana bu yerda Messenger bir ulangan, Instagram sahifamiz ulangan hammasi. Hop, messaging bu yoqda mana SMS bor. Bu yerda mana byudjet kiritamiz. Byudjetimiz mana 10 dollar bo'lsin kunlik. Daily budget degani, budget degani bu kunlik byudjet degani mana bu so'z nomi. Kunlik byudjet. Biz mana kunlik byudjetimizga 10 dollarni kiritdik. Kiritganimizdan keyin reklama qachon yonsin? Biz reklamani masalan bir hafta oldin ham yoqib qo'yishimiz mumkin yoki bir oy oldin ham yoqib qo'yishimiz mumkin. Deylik masalan siz bir haftadan keyin umuman bo'sh bo'lmaysiz, reklama yoqishga vaqtingiz yo'q, lekin mana hozir vaqtingiz bo'lsa, deylik mana reklamangizni 23-iyundan soat deylik 10:43 dan ishlab ketadigan qilib qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun. Deylik mana shu vaqtga qilib qo'ydik va uni tugaydigan vaqtini ham kiritib qo'ysak bo'ladi. Reklamamiz bizda mana 30-da o'chsin. 12:00 da kechki 12:00 da uje o'chadi. Agar mana bu funksiyani tugash sanasini kiritadigan bo'lsak. Tushundik-a? Xo'p, endi bu yerga o'tamiz. Mana bu yerdan mana bu funksiyani tanlaymiz. Ya'ni bu ruchnoy nastroyka qilamiz. Ayni targeting qismi mana shu auditoriya bo'limida bo'ladi. Buni bosamiz. Mana bu funksiyani tanlaymiz. Tanlaganimizdan keyin biz yuqorida yozgan Toshkent marketingga qiziquvchilar 18-30 yoshdagi oraliq. Xo'p, endi mana bu yerdan Toshkent tanlaymiz. Mana bizda chiqarib beradi. Mana Toshkent region, O'zbekiston City, ya'ni Toshkent shahri. Faqat mana shu shaharni tanlab qo'ydim. Mana shu funksiya orqali. Xo'p, endi bizda 18-30 yosh edi, to'g'rimi? Mana bu yerdan biz 30 yoshni kiritib qo'yamiz. Xo'p, mana bu yerdan tanlaymiz. Biz yoshlarni har qanday cheklovlarni misol uchun qo'yishimiz mumkin, har qanday target qilishimiz mumkin. Mana bu yerda erkaklarmi, ayollarmi? Biz hammaga ko'rsatmoqchimiz. Bo'ldi, hammaga ko'rsatamiz. Agar sizda ayollarni mahsuloti bo'ladigan bo'lsa, ayollar xizmati bo'ladigan bo'lsa, mana womenni tanlab qo'yasiz. Yoki mana bu erkaklarni tanlab qo'yasiz. Yoki hammaga mahsulotingiz to'g'ri keladigan bo'lsa, hammani tanlab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Advantage detailed targeting degani bu qiziqishga asoslangan targeting. Ya'ni agar siz odamlarning qiziqishiga asoslanib masalan target qilmoqchi bo'lsangiz, masalan 18 dan 30 yoshgacha bo'lgan Toshkent shahridagi marketingga qiziquvchilar deydigan bo'lsangiz, siz auditoriyangizni, demak siz marketing yozib qo'yasiz. Tak marketing marketing tanlayman, mana bizda chiqarib beradi. Xo'p, Toshkent shahrida 99 mingta odamlar ko'rsatdi. Bizga prognoz qilib berdi. 18 dan 30 yoshgacha bo'lgan odamlar 99 mingta ekan, misol uchun. Tanlaymiz, tanlaganimizdan keyin bizda mana uje chiqarib berdi. 6 tadan ko'proq SMS bo'lishi mumkin, misol uchun. Demak, bu qismni tanladik, bu yerlarga e'tibor bermaymiz va mana bu yerda misol uchun mana bu funksiya bu Facebook o'zini qanday qilib Facebook o'zi optimallashtiradi, qayerlarda ekranlarda ko'rsatishni. Agar bu funksiyani tanlaydigan bo'lsak, biz ko'p joylarni o'chirib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bizning reklamamiz qayerlarda ko'rsatsin. Siz tanlashingiz mumkin mana bu yerda. Xo'p, mobil yoki desktop. Mobil degani faqat telefonda ko'rinsin, desktop degani faqat kompyuterda ko'rinsin. Hozir ikkalasida ham ko'rsatish mumkin. Endi hozir masalan siz kompyuterni o'chirib qo'yishni tavsiya qilamiz. Kompyuterni o'chirib qo'ydik va faqat Instagramda ko'rinsin. Instagramni mana bu oynalari. Instagram lenta, Instagram asosiy mamlaqa sahifasi. Hop, mana bu yerda ko'rinadigan Instagram Explore degan misol uchun mana lupacha bor, o'sha yerda bossak chiqadi. Mana interesting, qiziqarli Instagram Explore Home. Bu asosiy oynasida chiqishi mumkin. Xullas mana Storiesda ko'rinadi. Mana Storiesda keyin Reelsda chiqadi. Mana bunaqa ko'rinishda bu ko'rinishlari. Mana shu o'sha joylashuvlarda qanaqa ko'rinsin degan savolimizga javob bo'ladi. Xullas bu yerdan tanlaganimizdan keyin biz endi reklama bosqichiga o'tamiz. Reklamamiz qanaqa bo'ladi? Videomi yoki rasmmi? Mana shuni ko'ramiz. Xo'p, endi mana bu yerga nomni yozib qo'ysak bo'ladi. Bizda mana reklamani mana bu yerdan bosib setup creative degani o'sha videoni yoki rasmni joylang degani. Xo'p, videoni bosadigan bo'lsak, mana masalan mana shu videoni olib bersin bizga. Misol uchun qanday qilib bir kunda telefon sotuvi bilan shug'ullanuvchi proyektimizga 1000 masalan mana shu video. Mana buni o'chirib qo'yaman-da. Keyin send message bizda mana knopka, reklamaning knopkasi bor, qanaqa bo'lsin. Deylik mana bu degani podrobniy degani, podrobniy knopkasi bor-ku. Xo'p, bu asosiy matnimiz qanaqa bo'lsin? Ma'lumot uchun ro'yxatdan o'ting deylik. Shunaqa bo'ldi. Endi
mana buni bosamiz. Bosganimizdan keyin mana reklamamizning ko'rinishi. Mana bu narsaga e'tibor bermaymiz. Mana learn more. Mana shu knopka bo'ldi. Xo'p, endi mana reklamamiz ko'rinishi. Endi biz mana bu yerdan bizda shablon. Misol uchun mana shablonni biz to'g'rilab qo'ysak bo'ladi. Mana inglizchada yoki ruschada bo'ladi. Xizmatimizdan ro'yxatda raqamingizni qoldiring masalan. Mana raqamingizni qoldiring. Bu yerda mana mijoz o'zi yozadi. Mana bu knopkani sendni bossa, mijoz o'zi yozgan bo'ladi. Mana masalan. Va mana bu yerda bizga SMS keladi. Mana buni olib qo'yamiz. Misol uchun deylik va saqlanit knopkasini bosib qo'yamiz. Bo'ldi. Va demak mana biz опубликовать knopkasini bosadigan bo'lsak, publish knopkasini bosadigan bo'lsak, bizda reklamamiz уже aktiv holatga sekin reklama, misol uchun ro'yxatdan, reviewdan o'tganidan keyin, tekshiruvdan o'tgandan keyin уже bizda mana vaqti kelsa, mana schedule degani bu nima deydi? Planlashtirildi. Ya'ni o'sha biz ko'rsatgan vaqtda yonadi reklama уже. Va bo'ldi. Mana shu yer, mana shu jarayon orqali bizda o'sha proses davom etadi. Demak, kelishdik, bizda reklamani qanday yoqish bo'yicha reklama kabinet orqali ishlaymiz. Asosan bizga telefon kerak bo'lishini ko'rib chiqdik va endi yana asosiy mavzularimizga qaytamiz. Ya'ni bizda tushuncha hosil bo'ldi. Ya'ni targetolog o'zi mana shu qiladigan ishlari qayerdan boshlanadi, nima qilish kerak degan savolga mana shu javob, to есть mana shu ko'rsatib berilgan orqali reklama yoqishni ko'rish orqali tushunib oldik deb o'ylayman reklama yoqishni. Xo'p, endi keyingi mavzuga o'tamiz. Diqqatni uzmang, bir nechta maqsadlarda real target yoqamiz birgalikda. Xo'p, amaliy boshlaymiz, yonadi. Xo'p, biz buni ko'rib chiqdik, maqsadlarni ham ko'rib chiqdik va bizda endi navbatdagi darsga o'tamiz. Yana bitta qiziq mavzuga keldik. Ya'ni bu targetolog qanday pul ishlaydi, $1000 chiqishni to'g'ri yo'lini ko'rib chiqamiz. Va undan oldin qiziq bitta statistika bilan bo'lishaman. Ya'ni bu Amerikada o'rta darajadagi targetologlar, u yoqda media buyer deyiladi, yillik daromadi o'rtacha $80,000 atrofida daromad qiladi. Manba salary.com. O'zbekistonda o'rta darajadagi targetologlar yillik $20,000 atrofida daromad qiladi. Misol uchun 1,5 mingni ishlasa ham $18,000 atrofida daromad qiladi. Bu yomon emas, umuman olib qaraganda. Ya'ni bitta targetolog deylik 2 yil atrofida tajribasi bo'lsa, $1,5 daromad qilishi mumkin. 4-5 ta real loyihasi orqali va u oyiga stabil daromad qiladigan bo'lsa, 1 yilda 18-20 ming atrofida daromad qilishi mumkin. Endi bu o'zini mahoratiga, tajribasiga qarab yana oshib boraveradi. Amerika bizdan bir necha 100 yil misol uchun oldinda deb oladigan bo'lsak va bu raqamlar nisbatan yaxshi. Ya'ni bu degani hali O'zbekistonda potensial bor degani, biz hozir eng rivojlangan davlat bilan o'zimiz davlatni masalan raqamlarini ko'rib chiqdik. Endi xo'p, targetolog bizneslarni onlayn mijozlar sotuvini oshirishga yordam beradi. Ya'ni masalan targetolog real bizneslarga onlayn ijtimoiy tarmoqlar orqali, o'sha Instagram, Facebook orqali daromad qilishiga, mijozlarini oqimini oshirib berishga yordam beradi, sotuvlarini oshirishga yordam beradi va shu orqali o'zi daromad qiladi. Va bir vaqtni o'zida 10 ga yaqin bizneslarga xizmat ko'rsatishi mumkin tajribasiga qarab. Ya'ni masalan bitta targetolog bir vaqt o'zida tajribasiga qarab 10 ga yaqin real loyihalar bilan, ya'ni bizneslar bilan ishlash mumkin. Masalan, siz targetingni o'rgandingiz, tajribangiz 1,5 yil bo'ldi, sizda уже natijalar bor, raqamlaringiz bor, haqiqatdan misol uchun tajribangiz bor va endi siz kamida 10 ta misol uchun loyiha bilan bir vaqtni o'zida ishlasangiz bo'ladi. Nimaga? Chunki agar bitta real loyihani olib uni to'g'ri yo'lga qo'yib olsangiz, u sizdan ko'p vaqt talab qilmaydi. O'shaning uchun ko'proq daromad qilish imkoniyati ham ancha oshadi. Xo'p, endi bitta misol bilan ko'rib chiqadigan bo'lsak, masalan, siz Kia avtosaloniga mijoz olib kelib berish va sotuvni oshirishga yordam bermoqchisiz, aynan target xizmatingiz orqali. Endi bu biznes sizga shu xizmatingiz uchun oylik pul to'laydi. Xo'p, target xizmatni ko'rsatganingiz uchun. Deylik, masalan, mana Kiaga bordingiz, bitta dilerga, siz endi bular masalan mana mashinalarni terib qo'ygan, to'g'rimi? Ichkarida ham bor, tashqarida ham bor, ochilishlar qiladi. Sotish kerak, maqsad sotish kerak. Nima qilish kerak? Televideniyada reklama qiladimi? Xohlasa qilsin.
deylik masalan Google'da reklama qiladimi, qilishi mumkin. Telegramlarda qiladimi, mumkin. Lekin bizda Instagramda, Facebookda juda ko'p potensial bor. Ya'ni bu mahsulotga, ya'ni mashinalarga qiziqadigan odam bo'lishi ehtimoli ancha yuqori. Va bu degani sizda ya'ni target xizmatingiz orqali ularga shu Instagram, Facebook orqali ko'p mijoz jalb qilib berishingiz va ular mana shu mijozlardan sotuv qilish imkoniyati ancha oshadi. Bularga siz faqat mijoz olib kelib berasiz. Bularda servis zo'r, mijozni yaxshi kutib oladi, ularga yaxshi muomala qiladi, yaxshi takliflar beradi. Umuman o'zi takliflari ham yaxshi. Misol uchun o'zini narxini bo'lib to'lashga, misol uchun boshlang'ich 30% to'lab, qolganini bir necha oyga o'sha foiz muddatli to'lovga to'lab bering degan ma'noda takliflar ham beradi. Va siz masalan deylik shularga xizmat ko'rsatish orqali o'sha avtosalonga, ya'ni biznesga xizmat ko'rsatish orqali daromad qilasiz. Xo'p, $1000 ga chiqishning eng to'g'ri yo'li. Qaranglar, mana shu joyda e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Deylik masalan siz bitta aytaylik nimani boshladingiz, real loyiha bilan boshladingiz, kursni tugatdingizda $200 ga oldingiz. Deylik bitta loyihani $200 ga oldingiz va uni u bilan davomiy ishni yo'lga qo'yasiz. Ish yaxshilangandan keyin har oyda ikkitadan loyiha olasiz va ularni ham natijaga olib chiqasiz. Deylik masalan siz bitta Kia'ni proyektni birinchi oy oldingiz, uni 1-1,5 oyda polniy faqat fokusingiz mana shunga qaratib, deylik yaxshilashga olib chiqdingiz natijalarni va undan $200 daromad qilyapsiz. Endi Kia'ni zo'r yo'lga qo'yib olganingizdan keyin bitta proyektingizni keyin siz keyingi oyda yoki 1,5-2 oydan keyin ikkita real loyiha olsangiz bo'ladi. Chunki siz uje sizda baza bor, sizda uje tajriba bor, siz endi ikkita loyiha bilan ishlasangiz bo'ladi. Sizda shunda общий 3 ta bo'ladi. $200 dan olgan taqdiringizda ham $600 bo'ladi. Endi e'tiborli jihati bitta loyihani yaxshi yo'lga qo'yganingizdan keyin unga kunlik maksimum 30 daqiqa vaqt ajratasiz. Misol uchun bitta loyihadan men hozir $1000 oladigan bo'lsam, bir kunda 1 soat vaqtim ketmaydi. Tushunyapsiz-a? Ya'ni bu minimal vaqt sarflab cheksiz daromad qilish mumkin degani. Endi agar siz o'sha 3 ta loyihani yo'lga qo'yib olganingizdan keyin endi undan keyingi oy yana ikkita proyekt olsangiz bo'ladi bemalol. Olasiz. Bu degani sizda uje $1000 daromad qilish imkoniyati bor degani, potensiali ancha yuqori degani. Mana shu ketma-ketlik tartib orqali siz daromadingizni $1000 ga olib chiqsangiz bo'ladi va bu hozirgi ko'rsatgan strategiyam, ya'ni masalan bitta loyihani olib uni yaxshi yo'lga qo'yib olish, ikkinchisini ham qolganini ham shu tartibda olib ketish, bu eng to'g'ri, eng masalan samarali yo'l hisoblanadi. Shu strategiya orqali ishlashni tavsiya qilaman. O'zim ham xuddi shu strategiyadan foydalanaman. Davom etamiz. Yana bir qiziq mavzu bor. Bizda targetolog ofisda ishlamaydi. Umumiy ish tartibini ko'rib chiqamiz. Targetolog qayerda ishlash kerak o'zi? Ish grafiki qanday degan, masalan, sizda savollar bo'lishi mumkin. Siz hali target sohasiga kirmagan bo'lsangiz va bunga men o'zimni qisqacha aniq faktlarimni keltirib o'taman. Xo'p, targetolog erkin agent, u natijaga ishlaydi va xohlagan joydan xizmat ko'rsatadi. Mana shu joyni ko'rsatishi mumkin. Mana shu so'zni eslab qoling, mana shu gapni eslab qoling. Sizga masalan agentstvalar masalan ofisdan ish taklif qilishi mumkin, lekin agar siz shu narsani kelisha olsangiz, targetolog o'zi umumiy holatda istalgan joydan ishlaydi. U как erkin agentda, u masalan futbolistlar bo'ladi, erkin agent bo'lib xohlagan deylik klubiga, o'zi xohlagan jamoasiga o'tib, xohlagan vaqt ishlash, to есть o'ynab berishi mumkin. Misol uchun demoqchiman. Va xuddi shunga o'xshab targetolog ham erkin agent, xohlagan biznesi bilan ishlaydi, xohlagan joydan ishlaydi, faqat natijaga ishlaydi. Bu degani u natija qilib bersa bo'ldi biznesga. Biznesga natija qilib bersa, undan asosiy narsa natija talab qilinadi. Va bu narsaga joy qanaqadir ikkinchi o'ringa chiqib ketadi. Masalan, mana bu rasmda men va 2025-yil yanvar oyida Sharm el Sheyxda mana notebookimni osib olib turibman. Mana bu yerda opalar bor. Biz mehmonxonadamiz, lekin ishimni mana shu yerdan ham davom etsam bo'ladi, O'zbekistondagi ishimni. Misol uchun, siz ishlashingiz mumkin ofisda, uyda, coworkingda, chet eldan, Samarqand, Nukus va hokazo, Dubaydan farqi yo'q. Ya'ni bu erkin grafik, ertalab soat misol uchun 9 dan 10 da tur degan joyi yo'q. Natijani yaxshi qilib qo'ysangiz, uje proyektni o'zi yurishni boshlayveradi. Siz faqat optimizatsiyasini qilib bersangiz bo'ldi, natijasini qilib bersangiz bo'ldi. Xo'p, targetolog erkin agent, u o'sha natijaga ishlaydi va xohlagan joydan xizmat ko'rsatadi. Mana bu yerda yana bitta real misolni ko'rishingiz mumkin. Mana bu mehmonxonada o'tirgan, mana reklama kabinetini ochib olganman. Ko'rishingiz mumkin.
ishimni davom ettirib va uni rasmga olib qo'yganman. Xuddi shunga o'xshab siz ham masalan targetingni o'rganib chet elga ketadigan bo'lsangiz, bitta noutbukingizni olib olasiz, bo'ldi, boshqa sizga hech narsa kerak emas. Masalan, naushnikingizni olib olasiz, naushnikni quloqqa tiqib, xohlagan paytda deylik ishingizni noutbukingizni ochib, yarim soat, 1 soat bemalol ishlab olsangiz bo'ladi va bu ancha sizga komfort yaratib beradi. Davom etamiz. Targetingni top 5 afzalliklari. Targeting sizga nima beradi degan savolga javob beraman. Birinchisi bu erkin grafikda ishlash. Deylik masalan siz hozirda masalan bu korxonada, davlat ish yoki bo'lmasam xususiy korxonada ma'lum bir tartib, ya'ni 9 dan soat 6 gacha grafikda 7-5 sxemasi bo'yicha ishlashingiz mumkin. Yoki 5-2 deyiladimi? Shunaqa grafikda ishlashingiz mumkin. 5 kun ish, 2 kun dam yoki 6 kun ish, 1 kun dam degan ma'noda. Agar shunaqa grafikda qiynalib ishlab turgan bo'lsangiz, agar targetingni o'rganadigan bo'lsangiz, ya'ni targetolog bo'ladigan bo'lsangiz, bu sizni grafikingizni umuman buzib tashlaydi. Siz xohlagan paytda, xohlagan joydan ishlashingiz mumkin bo'ladi. Cheklanmagan daromad qilish imkoniyati. Siz erkin agent sifatida bir nechta loyihalarni bir vaqt o'zida yurg'iza olasiz. Bu degani sizda daromad qilish imkoniyati ancha oshadi degani. Uchinchisi bu zamonaviy soha. Zamonaviy soha degani sizga eng so'nggi texnologiyalarni o'rganishga va bu orqali masalan ko'plab zamonaviy bizneslarga yo'l ochilishiga, dunyo ko'rishingizga imkoniyat yaratadi degani, zo'r zamonaviy tanish bilish orttirasiz degani. Talab yuqori. Juda ko'p bizneslar o'zini modelini onlaynga o'zgartiryapti va majbur bunga, chunki uje onlaynda mijozlar bazasi ko'p. Ular endi mana shu tomonlama targetologlarga talab yuqori. Beshinchisi bu erkinlik, xo'jayin yo'q. Rahbar bo'ladi, shaxsan o'zimda ham bo'lgan, rahbarlar juda ko'p rahbar bo'lgan. Boshimda umuman yoqmasdi. Boshimda rahbar tursa, xo'jayin tursa, bu narsani yomon ko'raman. Va ko'pchilik, agar siz bu darsni ko'rayotgan bo'lsangiz, siz ham balki yoqtirmasligingiz mumkin. Lekin targetolog bo'ladigan bo'lsangiz, siz erkinlikda bo'lasiz. Sizni ustingizda hech qanaqa xo'jayin bo'lmaydi. Siz o'zingiz xo'jayin bo'lib, xohlagan joydan ishlashingiz mumkin bo'ladi va targetingni sizga beradigan eng topoviy afzalliklari mana shulardan iborat va yana bir qancha deylik sabablarini, masalan, afzalliklarini sanab o'tishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi targetni qayerda o'rganaman? Diqqat qiling, sizga ajoyib dastur taklif qilaman. Mana shu joygacha keldik. Xo'p, kurs debman. Soha sizga ma'qul keldi, lekin uni qayerda o'rganish mumkin? Qayerda chuqur targetingni o'rganish mumkin degan savolga javob beraman. Xo'p, targetingbootcamp.uz degan shaxsiy o'zimning kursim bor, mualliflik kursim bor. Targetingni o'rganib daromadingizni kamida $1000 ga oshiring. Hattoki boshlang'ich darajada bo'lsangiz ham. Mana shu dastur orqali, mana shu kursimiz orqali sizga targetingni chuqur noldan o'rgatilgan kurs hisoblanadi. Onlayn formatda, offlayn emas, onlayn. Bu kurs siz ya'ni bir marta to'lov qilasiz va xohlaganingizcha foydalanasiz degani. Targetingni real loyihalarda, misol uchun real, ya'ni o'zimning loyihalarimda o'sha qilgan tajribalarim orqali, xizmatlarimni sotishim orqali mana shu tajribalarimni sizga o'rgataman. Xo'p. Va mana shu kurs sizga targetingni chuqur o'rganishingizga yordam beradi. Bunga men 100% beradigan bilimimga kafolat beraman. Endi modullar bilan tanishtiradigan bo'lsam, mana bu yerga o'taman. Mana bu bizning saytimiz, saytning linkini mana shu videoni izohida qoldiraman. Kirib bemalol yana o'zingiz tanishsangiz bo'ladi bu yoqda. Deylik mana modullari bor. Targeting asoslari, Facebook bilan tanishuv, texnik sozlamalar, noldan bazaviy hammasini ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerga kirib, hammasi mana birinchi dars, ikkinchi dars va mana shu darslar o'zi ham shu mavzularga bo'linib ketgan. Hammasi mana shu ketma-ketlik bo'yicha tartib bilan o'rgatilgan. Hammasini ko'rib chiqsak bo'ladi. Mana masalan reklama turlari, advanced darajadagi sozlamalar va metrikalar. O'sha metrikalarni hammasini masalan ko'rib chiqsak bo'ladi. 6-darsga kelsak, o'sha reklamaga noldan start, ya'ni reklama yoqishni 6-darsda biz o'rgangan bo'lamiz, xudo xohlasa. Endi 3-modul, mana 4-modul hamma strategiyalar, byudjet boshqarish, auditoriyalar, исключение auditoriyalar bor. Hammasini o'rganamiz. Raqobatchilar analizi, byudjetni boshqarish. 6-modulda
reklamalarni avtomatlashtirish, ManyChat, Instagram uchun avtomatlashtirish, chatbotlar bilan ishlash, hammasini ko'rib chiqamiz. 7-modulda kreativlar, testlar, reklama tuzilishi, reklama tarkibi, yondashuvlar haqida gaplashamiz. 8-modulni o'zi blokka tushmaslik uchun uni oldini olish, reklama siyosati, meta support team bilan jonli bog'lanishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni masalan, blok bo'lmasligi uchun nimalar qilish kerak degan savolga mana shu bitta modul o'zida to'liq javob olamiz. Facebook bilan mana bu darsda jonli bog'langanman. Ko'rib chiqsak bo'ladi. Xo'p. Endi 9-modulda bizda unikal modul bor. Unikal modulda bizda qo'shimcha mavzular yana bor. Endi 10-modul mijoz topish bo'yicha bitta modulni to'liq o'sha mana shu modulga joylashtirganmiz. Mijoz topish, u bilan kelishish, xizmatga to'g'ri narx qo'yish, 1 soatlik vaqtni hisoblash usuli, deylik muammoga yechim berish usullari, boshqa hammasini ko'rsatib o'tilgan. Xo'p, va 11-modulda deylik mana copywriting asoslari, tajribamdan o'tgan proyektlar uchun strategiyalar hammasini ko'rsatib o'tganman va bu darslar yana qo'shilishda davom etyapti. Agar kursga bugun qo'shilsangiz, sizga qiymati $50 ga yaqin bo'lgan, ya'ni mini kursimiz bor. Uni o'sha vaqtida $50 ga sotganmiz. Buni bonus sifatida qo'shib beramiz. Tariflar bor, tariflar bilan tanishsangiz bo'ladi. O'zim haqimda ma'lumotlar bor. Mana bu o'tgan yili 24-yilda qilingan natijalar, real natijalar, hammasi ishlagan loyihalarimni ko'rib chiqsak bo'ladi. $40,000 reklamaga sarflaganmiz va $573,000 200 atrofida oborot qilingan. Ya'ni bu degani umumiy reklamalarimizga sarflangan byudjet o'tgan yil qilgan o'zimning natijam o'zini 14 karra daromad qaytardi degani umumiy holatda. Xo'p, kursda o'qigan o'quvchilarni mana bu yerda natijalarini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerdan kirib hammasini tanishib chiqsak bo'ladi. Agar sizda o'sha kursga qo'shilib, deylik masalan 3 kunda natija berishga ko'zingiz yetmasa, o'sha kursimizni va sizga 3 kun ichida to'lovingizni 100% qaytarib berish kafolati bor. Bu mutlaqo xavfsiz hisoblanadi siz uchun. Agar kurs ma'qul bo'lsa, sizni kursimizni ko'rishdan xursand bo'lardim va natijalar bilan ham tanishtiraman. Xo'p, Mahfuza misol uchun yaqinda bizga kursimizga o'tgan yil qo'shildi va 1 yilga yetmasdan daromadini mana bu yerdan ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Kichik xursandchiligimni bo'lishim keldi. Shu oy bitta RoboClean proyektimda yaxshigina sotuv bo'lib, shuni o'zidan $540 ishladim. Ya'ni bitta proyektdan $540 ishlagan, hali 1 yil bo'lmagan kursga qo'shilganiga. Faqat sotuv soniga kelishganman. Yana boshqasida 10 ta sotuv bo'ldi. 1 oyda xullas RoboClean proyektlarimni o'zidan $1000 dan ko'p ishlabman aprel oyida. Sizni bergan va berayotgan bilimlaringiz natijasi rahmat kattakon ustoz. Mana bu bizda bitta natija. Keyingi natija bilan tanishtiraman. Sotuvlar yaxshi. Mana Durdona opa bilan natijalarni ko'rib chiqamiz. Durdona opa natijalarini, sotuvlar yaxshi, $45 sarflab 10 millionlik sotuv qildik. Keyingilari biroz pasaydi. Yaqin orada siz Stroveni tanlagan auditoriyangizga ham target yoqib ko'rmoqchiman. Xullas mana strategiyalar o'rgangan, $45 sarflab 10 millionlik misol uchun sotuv qilishga erishgan o'zini biznesida. Xo'p, keyingi o'quvchimiz Nukusdan. Assalomu alaykum, ikkita proyekt bor, hammasi yaxshi ketyapti. $600 daromadga target orqali chiqdi. Bu bola avgust oyida o'tgan yil qo'shilgan, hali 1 yil bo'lgani yo'q. Bu xabar yozgani o'sha aprel oylari atrofida edi. Hamma o'quvchilardan so'rab chiqqanman. Xo'p, keyingisi Sohiba. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Siz bergan bilimlar natijasida yana bitta yutug'im bilan bo'lishmoqchiman. Ota-onasiga Naftalanga turpaket sovg'a qildim. $2,500 misol uchun mana sovg'a qilgan ayni kursda masalan target xizmatini sotish orqali o'sha olingan bilimlar orqali. Keyingisi Mumtoza. Assalomu alaykum, yaxshi rahmat, o'zi yaxshimisiz? Hozir 8 ta proyekt bilan shug'ullanyapman. Target kursidan o'zim bilmagan strategiyalarni o'rgandim va voronkalar bilan to'liq ishlashni o'rgandim. Hozir o'rtacha daromad 1000 plus minus. $1000 atrofida xullas mana Mumtoza daromad qilyapti. Bu bizning bitta natijamiz hisoblanadi. Kursga qo'shilish uchun hoziroq video ostidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. O'zim sizga aloqaga chiqaman. Mana shu saytga kirsangiz yoki Google forma bor, o'sha Google formani to'ldirsangiz ham sizga to'liq sizga o'sha Google formada qoldirgan ma'lumotlaringiz asosida aloqaga chiqib, sizga yana kurs haqida ma'lumot berib qo'shilsangiz bo'ladi. Va targeting bo'yicha deylik
$1000 ga chiqish usulini, eng to'g'ri usuli bo'yicha darsimiz mana shulardan iborat edi. Video ostida nima tushundingiz, qanaqa foyda oldingiz, mana shu haqida iltimos izohlarni yozib keting va YouTube kanalimga a'zo bo'ling. Izohlarda yana to'liq kurs haqida va bepul kanal haqida to'liq ma'lumot bor va ular bilan to'liq tanishishni unutmang. Keyingi darslarda Xudo xohlasa yana siz bilan ko'rishamiz degan umiddaman. Omad, charchamang.